Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gulnoz aytish, buni bersa qadam bigirem deb baxaylam. С днем рождения. Bayramoton tabrik mukunem. Zodreston muborak shavad. Rahmat kalom. Rahmat. این تبریکو از نام کی میدونید می؟ از نام خواهر عزیزم قرمزی گل. یاشنگ. سلام Gulnoz tabrik mukunem. Zodreston muborak shavad. Ro'zashki imroz qirmizi gul aytem harakat qaysen. Polni telefonlashib mukunem. Ro'zashki imroz aytijonamam. Juda ham baroy mana hayotam va insonam. 7 so'l shud natdegim ba, lekin har ro'zi telefon ba maslahat mityan. Agar problemam bo'lsa, agar halkadan bir yordam mityan, unkas ham sirdosh, ham oyti, ham dugona, har tomonlama unkas. Budaga shonba shukr. Manda azminam unkasa umrakoy daroz dega shona mexoham. Medonam hozir rahidur ba mehnat kaysen yakmash oson ne. Va aniq bovarim mukunam ki orzu niyatoshon bisyor dilashon ba tilagoshon mol, sari farzando, sari oila, sari jigaroshon ba sog'u salomat gardan. Chiqenki niyatoki raftan rahidur ba. Ham xeng niyatoshon ba Alloh mehbon ham hech bir rasonat qiladi. Gulnoz aytdi. Shomoni bayramoton tabrik mukunem. Qirmizi gul aytem. Shon budagi hurmat ashona, shon budagi hurmat, izzat va tabrikashona rasondan harakat qaysen. Agar ruxsat et, men az nomi qirmizi gul aytem baroy shuma Sherxondan o'tsam. Maylimi? Baroy shuma. Az nomi aytem. Suyanchig'im tog'dek tirgaksiz. Har bir ishda ibrat o'rnaksiz. Menga juda keraksiz. Sizni yaxshi ko'raman, opa. Mingta singil o'rniz bosolmas. Sizsiz yurak taskin topolmas. Siz bor, g'amlar menga yetolmas. Sizni yaxshi ko'raman, opa. Jon desangiz jonim beraman. Ba'zi paytlar ko'p o'ylantiraman. Lekin qattiq hurmat qilaman. Sizni mehribonim, farishtam, go'zalim, sizni juda yaxshi ko'raman. Hava qanamin globaring cho'lashda xursandchilik gardi. S dнем рождения. Diysen shimoya o'z, diysen o'zi mana primoy efir oba diysen. Xursand shudam. Unqasam mana sirdosham, xovari azizam. Hamisha unqasam shahri musofirba sog' salomat gardam. Hamma niyatoshon barasan. Iloyim.
iloyim. Barcha ko'shirib, uzrashib binan. iloyim sog' bo'lishid Gulnoza oyti. Shumana tabrik میکنیم. هموقت xursand گردید. دلنگ آرزو نیت‌ها همش اجابت شود. فقط sog' و سلامت گشتن روزکای نغزه دیدن نصیب کند. بخیر هم انسان به روزی خورسندش به روزی شکرانش به اعتبار در کار بینی معنی در کار این چیزا به انسان محتاج انسان و امروز من حرمتتونه شما عزتتونه و شما بودگی محبتشون اظهار کردن براش من خرمز گلایتم حرکت کردن اگر الله انجا استفاده تبریک کردم با ایتی جان تبریک میکنیم گلنازه ایتی سلام رجینیم این خرسکا براش rahmat kalom. Ajla, Israel, Gulnoza opamni xursand qildik. Ham dugonalari, ham sirdorshlari, ham singillari Qirmizi gul opam nomlarini.